Qorong'i dunyoda Pennywise paydo bo'ldi. U meni nimadan qo'rqishimni bilardi va u aynan meni qo'rquvimdan foydalanib meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Ko'ramiz qo'lidan nima kelar ekan. Yo, what's up? Sizlar bilan Mazadan va biz juda tuman joyda paydo bo'libmiz va juda qo'rqinchlirog'i. Mayli, va men yangi o'simlikni ko'ryapman. Oddiy Minecraftda yo'q narsa bu va bu juda g'alati. Yo, ana bu kim? Yo, bu kinodagi bola. Wow, bola ursam meni ham ursa kerak. Lekin buni qaranglar, prям вообще o'xshatilgan animatsiyalar bilan. Wow. Men unda daraxt kesaman. Xo'p, menda endi yetarlicha daraxt bor va men o'zimga kerakli instrumentlarni qilsam bo'ladi. Tezda o'zimizga verstak yasaymiz, instrumentlar qilamiz, kirga qilib turib shaxtaga tushib, tosh kovlaymiz. Tosh topib turib biz bos boramiz bitta. Aniqrog'i tosh instrumentlar qilamiz. Xo'p, bu yerda qo'y turibdi, lekin u menga hozirchalik qiziq emas, chunki ichga turib seni o'ldiraman, lekin suvga tushib ketma, yur. Bo'ldi, endi verstakimni qo'ysam ham bo'ladi va u yerdan kirkamni ham yasasam bo'ladi. Undan oldin bitta cho'paylar va wow, yangi instrument ajoyib qilich ham qilsak bo'ladi-yu, lekin baribir kirkaga hech narsa yetmaydi. Yo, what's up? Men shaxtadaman va tezda toshlarni kovlab olamiz. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq biz mingta bo'lishimiz kerak va shu meni iltimosim hozirchalik, lekin biz tosh kesishda davom etamiz va u yerda ko'mir bor ekan. Yo, men suvni qo'yib yubordim, endi birga oqib tushaman u. Shekilli. Yo. Ladno, yaxshi. Yo'q. Hozir bu suvni qo'yib yuborish juda yomon fikr edi. Mayli, endi chiqmagunimgacha kutib turasizlar. Wow, yillar o'tib ketmadi va men chiqdim. Shu yerdan ko'mirni tezda kesib olamiz va keyin boshqa qishloq qidirmoqchiman, chunki qishloq bu rostdan ajoyib joy va u yerda men Pennywise ko'rmasdan tezda o'zim ishlarimni qilib olishim mumkin. Lekin bu hozirchalik oddiy survivalga o'xshayapti. Agarda shu mod kerak bo'lsa, iltimos meni Telegram kanalimga o'tinglar. U yerda ochiq dostupga tashlayman shu modni. Qachonki shu video chiqishi bilan va bu rostdan ham ajoyib. U yerda siz undan tashqari ko'p modlar va qiziqarli informatsiya topa olasiz va QR kod sizlarni yo'llaringda shuni skaner qilinglar yoki kommentariyada silka bor, o'tib tortaverasizlar. Ungacha men tepaga chiqib olaman va qishloq qidirishga menimcha boraman. Yo, men juda ko'p qishloq qidirdim, lekin qishloqni topa olmadim va shu paytgacha qorong'i ham tushib qoldi va hozir juda ham qo'rqinchli atmosfera bo'lyapti. Bu hazilsiz va men bu yerda hozirchalik birorta notanish yoki qo'rqinchli narsa chiqmagunigacha vaqt o'tkazaman. Hozirgina maxluqlardan qochayotgan edim va bu yerda juda ham noodatiy maxluq paydo bo'ldi, xuddi chayonga o'xshagan va men Creeperdan o'lib qoldim. It bu aniqroq Pennywise va bu ekranimni nima qilyapti? Men aytgancha, o'lsam narsalarim joyida qoladi, ketmaydigan qilib qo'ydim, chunki biz bu yerda juda ko'p o'lamiz va hozir juda ham qo'rqinchli maxluqlar hozir orqamdan yugurib yurmagan bo'lsa bo'ldi. Qochib olsam bo'ldi meni. Dardim shu hozirchalik va menga tegmanglar. Yo'q, otishyapti. Bu juda ham yomon, hozir qochish kerak. U yerda olchali biom bor shekilli, lekin yo'q. Va bu yerda faqatgina bitta qochdi. Wow. Bu yer juda ham qo'rqinchli. Men tekis qochaveraman va hozirchalik mana kelyapti. Qochdi. Wow, juda qo'rqinchli narsa. Uni sizlarga yaxshi ko'rsatolmayapman, uzr, lekin juda ham qo'rqinchli narsa ekan. Va u meni bitada o'ldirishiga aqlim yetyapti. Va men Pennywise. U yo'qolib qoldi. Ajoyib. Wow, boshim portlab ketyapti-yu. Shunaqa. Yo'q, qochish kerak. Yo'q, qishloq.
Xudoga shukr, mana shu qishloqqa ham kelib oldik va bitta uyda borib shunday uxlaymiz. Menga shu uy yoqyapti va shunday kirib uxlab olmasak bo'lmaydi. Va bu yerda bunaqa yozuv spать в эту ночь uxlash butunda. Bo'pti, mayli eshikni ochamiz. Yo'q, kim bu? Yana unaqa qo'rqinchli narsa va hamma yoq qorong'i bo'lyapti. Kim edi bu? Juda tez yo'ldirdi va yana tashqarida tuman va qachon bu tuman ketadi men aniq bilmayman. Men tezda bu qishloqdagi narsalarni yig'ishtirib, go'limni yo'ldirib, o'zimni uyimni qurgani borsam kerak, chunki men qishloqda qolish niyatim yo'q va shu xolos hozirchalik men mo'lada yig'ishtiraman va bu rosa g'alati. Qorong'ida bu mod juda ham qo'rqinchli bo'lib ketyapti va ertalab tursam qonli jitel meni o'ldirib qo'ydi. Bu prям juda g'alati va juda qo'rqinchli. Endi men nima u yerda suv bor ekan va men tushsam bo'ladi, lekin tushish niyatim yo'q, chunki mening sharzim edi va chiqish ham qiyin bo'lsa kerak va men shularni yig'ishtirib olsam o'z go'limni o'ldiraman-da, shunday uyimni qurishni boshlayman. Cho'chqa kelyapti. Bu mod nimadir qo'shib berganmi? Cho'chqaga qo'limda narsa turgani uchun kelyapti ekan. Mana bu sabzi. U yerda qishloq bormidi? To'xtanglar. U yerda yagona qishloq turibdi. Bu juda qo'rqinchli. Hamma yo'lda yig'ishtirib bo'lib, keyin o'sha uy qurishni boshlayman. Endi qishloqdan hamma yo'lda yig'ishtirib bo'lib ketaman deb turganimda bunaqa holat bo'lib turibdi. Meni bola chiqolmay qolgan ekan va shunday yordam berib yuboramiz dedim-da va shunday yordam bermoqchi bo'ldim va hamma yo'lda ko'ladim. Bola juda ham to'pol ekan, hech narsa qila olmadi, lekin baribir yordam berdim. Balkim bu mod shundan ham e'tibor topgandir. Bu juda ham uzoq proses bo'lgani uchun meni uyimni qurish, men buni juda tezlashtirib yubordim va bu rostdan qiyin bo'ldi. Shu paytda men o'ylab qoldim va shunaqa narsa paydo bo'ldi. Qop-qorong'i ekran va qayerdan bashara chiqqandan keyin men juda katta shokda bo'ldim va u basharani iloji boricha uyimdan uzoqlashtirishga harakat qildim. Chunki u qayta tug'ilsa men yana o'lardim va shunday qilib u meni ushlab oldi va o'ldirdi va bu men uchun uncha yaxshi emas edi, lekin men kravatim oldida tug'ildim-da, shunday uxlab bordim. Uxlab tursam, yana shu xabarda, bu xabar meni o'zi zeriktirib yubordi. Shuna ko'p o'ynayotganimdan juda zerikib ketdim va shunday tomosha qildim va bu prosdan eng oson narsa bo'ldi shekilli va tezdagina tomosha qilishni boshladim, lekin bu uncha tez bo'lmayapti. Sekin bitta qo'yakanga o'xshayotganim mumkin, lekin shunaqa xatolar o'zi avtomat bo'lib qoldi va menimcha meni uyim bitta faqatgina bitta sondiq qoldi, uni qilib qo'yamiz. Shu bilan dirs hamma yo'g'imizni qo'yamiz va keyin chiqib xayrlashsak ham bo'ladi. Hamma yo'g'imni qo'yaman. U paytda men o'zi ancha kuchaydim. Temirli kirka, qalqon, bolg'ala qilib tashladim. Videoni boshidan beri ancha kuchaydim. Agarda sizga bu videoning ikkinchi qismi kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qolding. Hozirchalik ovqatim ham kerak bo'ladi va ikkinchi qo'limga ola olmayapman. Mayli, shunday qilib olmagunimgacha bo'lmas ekan, mayli chiqib ko'raveramiz. Va ana bola ham hali ham yuribdi ekan. Sizlar bilan manzadamada iltimos bu videoga bitta like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Bo'lmasam hammaga bo'pti.